Uy sharoitida bolalar burnini yuvishni qachon, necha yoshdan, qanday yuviladi, nima bilan yuviladi to'liq tushuntirib beraman. Lekin buni o'z shartlari bor. To'g'ri yuvsangiz foyda bo'ladi, noto'g'ri yuvsangiz o'z bolangizga o'zingiz zarar berib qo'yasiz. Tushuntiraman. Birinchisi qachon yuviladi? Qachonki bolani burnidan rangli suyuqlar oqadi, bu bakterial infeksiyada, ba'zida allergik holatlarda ham burnidan rangsiz suyuqlik oqib qolgan paytda yuvsa bo'ladi. Bu ham yengillik beradi. Ikkinchisi nima bilan yuviladi? Yuviladigan suyuqlik dolfinga o'xshagan tayyor suyuqliklar bo'lishi mumkin. Linak va akvalorga o'xshagan burun ochuvchi spreylardan foydalanish mumkin yoki uy sharoitida qaynatib sovutilgan oddiy suvdan foydalansa ham bo'ladi. Bu tushuntirayotganimiz faqat uy sharoitida bajarish uchun. Uchinchisi, necha yoshdan yuviladi? Bu eng muhim savollardan va nozik joyi. Bola 6 oy, 1 yoshgacha bo'lgan holatda iloji boricha bosim beruvchi yuvishlardan foydalanilmaydi. Faqat aspiratorlar bilan yoki maxsus qurilmalar bilan burun ichini yumshatuvchi akvalor, linakvalarni sepib, ularni tortib olinadi xolos. Uy sharoitida shu. Agar zarur bo'lsa, mutaxassisga borish tavsiya qilaman. Chunki bu bolalarda Yevsaxiy kanali kalta bo'ladi va juda yo'g'on bo'ladi. Har qanaqay burunga beriladigan bosim burundagi infeksiyani quloqqa o'tkazib, o'rta otit, ya'ni quloq og'riqlariga sabab bo'lib qolishi mumkin. To'rtinchisi, qanday yuviladi? Asosan ikki xil yuvish usuli bor. Birinchisi, shprisga o'xshab burundan bosim berib ikkinchi tomondan chiqariladi. Ikkinchisi, maxsus qurilmalar bor. Bular vrachlarda bo'ladi yoki kichik variantini uyda sotib olib, uyda ishlatsa ham bo'ladi. Endi eng asosiy joy, burun qanday yuviladi? Burun yuvishdan oldin har bir bolaga o'z yoshiga mos burun ochuvchi spreylar yoki tomchilardan foydalanib, burni ochiladi. Birinchi sharti. Ikkinchi sharti, bola boshini eggan holatida shpris yoki dolfinga o'xshagan narsalar bilan bola burniga qo'yiladi va bosh egib, yumshoq bosim bilan yuviladi. Bu paytda uchinchi sharti, bolani og'zi ochiq turishi shart. Agar buyruqlaringizni bajara oladigan, gapiradigan bola bo'lsa, ku degan so'zni to'xtamasdan aytib tursa, burnidagi suyuqlik og'iz bo'shlig'iga tushmaydi. Bu yana ham xavfsizligini ta'minlab beradi. Bu video siz uchun foydali bo'ladi degan umiddaman. Qandaydir savollaringiz bo'lsa, aloqaga chiqing, qo'ldan kelgancha yordam beramiz. Doimiy shunaqa foydali ma'lumotlarni olish uchun sahifamga obuna bo'ling va bu videoni yosh bolali onalarga yuborib qo'yishni unutmang.